davam ettiruvchi bir inson bo'lib yetishgaysizlar. Shahnoza qizim, shu otangning doktor bo'lib yetishgaysizlar salam. Ularni yaxshi kunlarga berib o'tirgaysizlar biza. Yaxshi gellar tushirib o'tirgaymiz. Shahnoza, ulug' qizim o'qishlar bitirib, ajoyib bir inson bo'lib yetishgaysizlar. Shahid aka, Shahid aka. Men ham shu gaplaringizga qo'shilaman. O'zim boqqan bolalarim, qizim, shuning uchun ham Ammajonda bekalovallar hozir kelaja aytadilar. Lekin doğulan günlerden tabiimiz köp yaşlara girsinler, o'qishlarga girib bizlere bir gerekli inson bo'lib yetishsinlar. Size o'xshagan inson bo'lsin, Xudoyim. Xudoyim bo'lib karim egallar deb o'tiribman qizim. Aytganingizga Ammajon, dilingda hech g'am bo'lmas, mehribon onang bo'lsa, g'am chekkanidan bo'lmas, mehribon onang bo'lsa, vaqtni kechar onlaring, dard bilmagay jonlaring, kulfatlaring ham bo'lmas, mehribon onang bo'lsa. Onajon, endi bir oqtiqlarinsa farzandlaringizga duo deysizmi, tilak deysizmi?